Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, qadrli kuzatuvchilar. Mana Cobalt Midnight MSM avtomobilini shovqinsizlantirish jarayonini olib turibman. Endi jonli efirlarda videolarimiz bor, lekin bu gal endi mana long video deymiz. Long videoga olishga musharraf bo'lib turibman. Xursandchiligim cheksiz. Mana bu yoqda Onyx, bu yoqda oldingi variant Cobalt Style. Xo'sh, kelinglar shu Midnight'dan boshlaylik. Bu Midnight MSM o'sha klimat kontrollari ham bor buni. Bilamiz, o'sha isitgichilari bor, o'rindiqlarini. Hokazo. Endi bu paketimizni o'sha efirlarda, shortslarda aytib o'tganimiz poli 3 mm. Mana o'sha tillarang material bu poliki. Mana eshiklarni ko'rib turibsizlar. Birinchi qavati bu 2 mmlik material. Yaxshi material, standart paket. Endi mana hozir sizlarga yangi paketimizni ko'rsataman. Comfort Premium degan material bu. Bu materialimizni 3x2, lekin buni biza ustiga oddiy emas, boshqa turdagi materialni ishlatamiz. Mana bu materialni men ko'rsataman sizlarga. Mana bu qalin, bu o'sha komfort paket. Endi standart paketimizning narxini eslatib o'tmoqchiman. 350 AQSh dollari o'sha dollar, alaykum assalom, dollar kursiga, Markaziy bank dollar kursiga urib turib, bilib olasizlar so'mdagi narxini. 350, mana komfort paketimiz 450. Premium variantimiz bor, aerosol degan materialdan, u 650 bo'ladi. Endi odatda premium paketimizni ko'proq Malibu, Equinox, Traverse shunaqa kattaroq premium mashinalarga qilamiz. Xo'p, kanalga obuna bo'linglar, like bosishda davom etinglar, qo'llab-quvvatlanglar. Kecha bir shu MSM to'g'risida bu kanalimizda video bor. Kecha bir sharh yozib qolishdi. Obunachimizdan sharh keldiki, xo'sh, buni obzor qilibsiz, buni motorida ham o'zgarish bormi? Oldingi Cobalt motorlarga nisbatan degan savol tushdi. Juda qiziq. To'g'risi, men bir kun avval shuni o'qib qoldim. Bir haqiqiy avtoblogerimiz rolik olgan ekan anaqaga, keyin uni maqola formasini ko'rdim men internetda. Zavod haqiqatan o'zgartirish kiritgan ekan. Va o'zgartirish shunaqaki, o'sha vallarning aylanishida qanaqadir, endi men hozir uni detallarini sizlarga tasvirlab bera olmayman, lekin u o'zgarish nimaga olib keldi? Mashina stabil holatda yuradigan bo'libdi va qo'zg'alishda joyidan, o'sha razgon deymiz, qo'zg'alishda kuch kelmaydigan bo'libdi. Unchalik mana oldingi versiya Cobaltlarga qaraganda stabilniy, o'sha tezroq motori sal shovqisizroq ravishda kuchanmasdan qo'zg'alar ekan. Endi agar Cobalt Midnight MSM yoki Style MSMlarni olgan birodarlarimiz bo'lsa, kommentariyaga albatta yozib boringlar. Haqiqatan shunaqami? Endi juda ham zo'r bo'lardi. Oldingi variant Cobaltni mana yangi variant Cobaltga almashtirgan, o'sha bu yangicha variant Cobalt olib haydagan birodarlarimiz bo'lsa, shuni yozib olishsa a'lo daraja bo'lardi. Chunki juda ko'p kanal kuzatuvchilari, obunachilari bu masala bilan qiziqishadi. Sabab ular balki
shu variantdagi avtomobilni sotib olishga niyat qilib qo'yishgan. Shularga sizlar turtki bo'lib yordam berasizlar. Obuna bo'lsanglar, like, obuna bo'linglar, like bosinglar. Adashib ketdim. Men hammanglarni bag'rimga bosib qolaman. Xudo xolasa efirlarga kirib turinglar. Bunaqa chiroyli mashinalarni shovqinsizlantirish jarayonini sizlarga hormay tolmay olib, Xudo xolasa sizlarni xursand qilishga harakat qilamiz. Rahmat.